Hammaga assalomu alaykum, hurmatli uy bekalarim. Men sizlarga hozir zo'r informatsiya bermoqchiman. Hamma eshitgan, ko'rgan Robotlin. Bu чисто germanskiy apparat. Juda ko'pchilik tanishlarim sotib olib uyda ishlatish menga Orxonzoda deganda men qiziqmaganim, to'g'risi olmaganim, ikkilangandim. Lekin hozir katta uyga ko'chib chiqqandan keyin men buni sotib oldim. Zo'r bo'lsa 15-20 kundan keyin chiqib sizlarga aytaman, yaxshi bo'lmasa kerak emas, qaytarib beraman egasiga degandim. Lekin haqiqatan zo'rligi uchun endi chiqib olman. Qaranglar, bu apparatni o'zi kamida 10 xil funksiyani bajaradi. Pilisos qilib tortganda gilamni tagidagi changgacha tortib oladi. Gilamni yuvib beradi o'rtoqlar. Keyin e'tibor beringlar, men mehki mebelim уже yangi sotib olganimdan keyin chang bo'lib, kir bo'lib ketuvdi-da. Ustiga men bunaqa solib qo'yuvdim. Lekin уже 2 marta yuvdik, oqarib zo'r bo'lib qoldi. Uyda ham juda ham chang havo yutamiz, havo chang. Bo'lib ham o'g'lim ko'p uyda bo'ladi. Shuning uchun toza havo yutish kerak deb mana buni shunaqa funksiyasi bor ekan. Mana videoda ko'rsatib o'taman bu narsani sizlarga. Chang havoni o'ziga tortib olib, toza havo chiqarib beradi. Ko'pchilik toqqa chiqib ketadi-yu toza havogani. Mana